Do'stlar, bu itlar shu ham indovutka, g'oz. Mana qozani yaptasi kelyapti. Shular uchun maxsus yetishtirilgan. Shular orasida yuradi birga. Dalaga ketsa, uzoqlar ketsa, uzoq birga ketadi, birga keladi. Ular bilan birga yuradi. Nima uchun? Bu ochiq joy, dala, shoqol, yovvoyi itlar bo'lmasa qo'ymaydi. Har kuni 5 ta 10 tagacha o'lim bo'lardi. Shu itlar yo'q vaqti. Shular bor, shaqallardan, yovvoyi itlardan himoya qiladi. Birga yuradi shular bilan. Mana do'stlar, indo'tkalarimiz Xudo xolasa yaqinda tuxumga kirib qoladi inshaalloh. Hali o'zimiz ham bunaqa tuxumga kirishini xohlamayapmiz. Nimagaki kun sovuq, yana sovib qoldi. Tuxumlari aynib qolishi mumkin. Mana induklarimiz. Ovqatlanish jarayoni. Yarimi katakda, yarimi tashqarida. Agardir sovuq bo'lgandan ko'p ichkari kirib oladi. Ichkariga kirib oladi. Ichkari sovuq. Do'stlar, uzun 15-20 minutlik video olmaymiz. 2-3 minutlik video. Shuni oxirigacha ko'rmaydi. Siraz nomerga telefon qilishadi ko'plar. Do'stlar, buni biz asosiy daromadimiz buni tuxumidan, tuxumlarni ochiramiz. Jo'jalarni 40 kunlik deb sotamiz inshaalloh. Ko'plar shu ko'radi videoni. Siraz telefon qiladi aka. 20 ta induk soting, 5 ta xo'rozdan soting, 10 ta makandan soting. Do'stlar, biz asosiy daromadimiz tuxumdan. Shu tuxumni jo'jasini ochirib, sotib, shundan daromad qilamiz. 1 yil buni kutib, shu tuxumlarni olamiz. Xudo xolasa tuxumlarni olib jo'ja ochiramiz deb 1 yil kutamiz. Endi tuxumga kirgan vaqti buni sota olmaymiz, to'g'ri tushunasizlar. To'g'ri tushunasizlar, buni tuxumini tuxum uchun o'z boqamiz. Agar buni tuxumi ko'p bo'lganda, buni bunaqa boqib o'tirmasdik. Har yil tuxumini olib ochirib sotgan bo'ladi. Tuxumini topa olmay bizlar buni olganmiz. Mana yana bir qismi chiqib kelyapti shu katakdan. Shu katagimiz yana qismi kelyapti. Sekin-sekin chiqib kelaveradi. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar, buni sota olmaymiz. Induklarni, xo'rozlarni ham, makanlarni ham sota olmaymiz. Inshaalloh aprel-may oylari 40 kunlik qilib bolalarni sotamiz, o'limdan chiqarib. Indukni bolalarni 1 kunlik, 2 kunligini katta qilish qiyin do'stlar. Shuning uchun iloji boricha 1 oylik, 40 kunlik olishni maslahat beraman. O'sha 1 oydan keyin, 40 kundan keyin boqish osonroq bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Tuxumlari, makan induklar, erkak induklar, xo'rozlar sotilmaydi. Inshaalloh aprel-may oylari bolalari sotuvga chiqadi, xudo xolasa. Manzilimiz Samarqand viloyat, Payariq tuman, Qo'shtegirmon qishlog'i. Mana g'ozlarimiz mana bir qismi bu yoqda yuribdi, mana yoyilib ketgan. Mana bir qismi mana bu yoqda yoyilib yuraverar ekan. Ketib qolmaydi. Yuraveradi. Mana bu yoqda
Mana indutkalarimiz ketdi. Qorovullarimiz o'ynashyapti. Hammaga rahmat do'stlar. Podpiska bo'lmaganlar podpiska bo'lib, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib berishlaringizni so'raymiz. Bizda ham kamchiliklar bor, xatolar bor. Bizdan zo'r biladigan ustozlar bor. Har bir kommentariyani o'qiymiz. Inobatga olamiz. Kamchiliklarimizni aytib ketsalar, buni to'g'ri tushunamiz. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.